1 milyon 350 yazılgan. 1 milyon 200 ming so'm. 1 milyon 350 yazılgan. 1 milyon 200 ming so'm. 1 milyon 200 yazılgan. 1 milyon so'm. Üstü ruchli robotlar, bo'rttirib ishlangan, bir o'yilib ishlangan. Buni 3,5 milyon so'm salonni arzon kelishib beramiz. Mana bu shekilda ko'ring, chistiy g'oli. İbirlər taxtami? Plasmas emas. Ular taxta chistiy. Buni arkasından ham bilsangiz bo'ladi, ibir g'oli qiynang. Aynen. Buni keyin bu kichkinasi bor. Buni u bo'lsam bor, bu tarafda. 1 milyon 350 yazılgan. Üstü matvi, ibir yo'nilgan, oyoq 2 etaj, ibir kubikli. Buni 1 milyon 150 beramiz. 1 milyon 150. 100 etamiz, ana pasudan ham bizdan alsalar 1 milyon 100 ming so'm. Yana bir narsa aytib o'tdik. Kommentariya yozib ketinglar. Masalan, sizlarga nima qiziq, bayama qiziqmi, posta qiziqmi? Bizda bitta o'ylab bor, itimat, mikrofonovka, boshqa. Sizlarga nom qiziq kommentariyada yozib ketinglar. Masalan, qozonda borlar, boshqa mumkin pozlar. Bizlarga 3 vash qiziq, shuni ko'rsatinglar. Indiki videoda xudo xohlasa shuni tayyorlashga harakat qilamiz, to'g'rimi? Surozbek aka, nega pul turtib berdi? Skikani zo'rini tayyorlab ko'pmiz obunachilar. Mana oldingi videomiz zo'r prosmotr ham berdi, like ham xudo shu kommentariyada ham klientlar yozib yotdi. Xudo xohlasa bu videomiz ham shunday klientlar qo'llab-quvvatlab turadi degan umiddaman. Zo'r narxlarda, zo'r vajidan yangiliklar aytib ko'pmiz. Qarang, birinchidan boshlaylik. Bagemadan boshlaylik, eng qiziqli bo'ladi. 2 meva saldan, 2 shkola saldan 8 chaki, 12 vaji va karam model. Buni bilasiz, 850 ming ham chiqarganmiz, 1 million so'm ham chiqarganmiz. Hozir teng yarimidan 490 ming so'mga qo'yib berdik. 12 dana 9 emas, 2 meva, 2 shkola 8 chaki. Yine bu modelimiz ham 490 ming so'mga 2 meva, 2 shkola 8 chaki. Hozir shkolatdan bali bize bir yere prosta göze görün gidiyat bir 10 dana chiqarib ko'pmiz. Atak sani hammaga yetadi. Kelaverasida xudo xolsa yetib berishdan muammo bo'lmaydi. Xudo xolsa hammaga yetadi. 490 ming 12 li bagemalar. Keyin qarang. Posuda kelsak 780 ming so'mdan boshlanadi. 2 chanikli emas, hamma joyda 2 chanikli 850 900 ham bor. Sifatini o'zingiz kirib ko'rasizlar, loyin ham sochib ko'rasizlar. 4 chanikli bizaniki. 4 chanikli naborimiz 780 ming so'm. Har xil guli bor, uni ham kelib saylab chiqib olasizlar. Eng qiziqlisi, eng o'zima ya odamlarni vahimasi odamini. Qarang, 2 million so'mga sotilgan o'sha oq naborlarimiz. Hammasi 2 milliondan. Endilikda 1 million 200 ming so'mga qo'yib berdik. Eng qiziqi mini salat itsalarni hozir 2 million 200 ming sotilgan. Salat itsasi boshqacha shakllar. Bular ham shu 1 million 200 mingdan qo'yib berdik. Chaniklari, kasalari har xil gullisi bor, 4 xil gullisi bor. Kelib ko'rib olaveradilar. Shular hammasi 1 million 200 ming so'mdan. Chaniklar ham niye bir ishisinden. Kuruğu bilen to'xtatganimiz oqda o'zini 4 xil, bayna asartisi ham har xil, salatisi har xil, o'zini yaqqanini tanlab olaveradi. Keyin usti bo'rtganni so'rabdilar. Usti bo'rtganda zo'r narxini qo'yib beraman. Oppoq chinnisi, yine MM Gold zavodniki, oppoq chinnisi. Bundan 4 chanik bo'ladi. Narxini esa buni 1 million so'mga qo'yib beramiz. 4 chanik 12 chak kelsa 12 lab kelsa 12 12 ulutalik 24 talikka bo'ladi. Avvalida asartidan 4 dana, salatisi 6 dana, 4 tane bludası bo'ladi. 66 vaji 1 million so'mdan ketdi. Bu modelimiz deying. Dar zavodlarni ham ko'rsataman. 2 million so'mga sotadilar. 2 million 200, 2 million. Eng optimum chimanda yana 1 million 600 mingdan kam sotib turgani yo'q. Biz ham buni 1 million 100 ming so'mga qo'yib beramiz. Zo'rindan. O'zi durishi qimmatbaho video beradi. 3-4 millionlik pozdan ko'rinishini beradi. Atak 1 million 100 ming so'm. Buni ham soni chegaralangan emas. Kelaversizlar, xudo xolsa hammaga yetadi deb umiddaman. Bundan ham ob'yom bor. Ob'yomdan gap yo'q. İçine girsek hozir boshqacha modellarni ham ko'rsatamiz. Adres tushuntirib o'tamiz. Adres tushuntiradi. Ama ko'chada vaqt adres tushuntiramiz. Bu yerimiz Oxunboy mechit. Oxunboy mechitdan Toshkentdan aylanasida Toshkentdan to'g'risida joylashgan. Bu yerimiz Chalishuv. Chalish bozor tarafdan kelasizda Oxunboy mechit chorrahasini 70 10 qo'lda svetoforni tiyinda joylashgan. 8 etaj domni tiyinda. Bu yerimiz Beshko'pir. Beshko'pirdan Oxunboy mechitga kelsangizlar, shu yerda dim topmasangizlar, pastdan nomerlar bor, telefon fursatlar adres tushuntirib, yaqinga tashlab beramiz. Muomala yerine. Yana bir narsa aytib o'ting. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik kommentariya yozdi. Bloger ham rahmat, boshqa blogerlar o'xshab gap arasini aralashmaydi ekan deb turibdilar. Shu mehnatimizni qadrlaringiz uchun ham xudo xolasa iloji boricha Surozbek ham o'zini gaplashishga harakat qilamiz xudo xolasa. Videomizga bir like bosinglar, videolarimizni yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Asa ichan tarafga ko'rsatamiz. İçandan başlayalım. Surozbek aka, ichandan o'g'lan boshlaymiz shunda. Shu birinchidan ko'rsatib boraveramiz. Sal tomok qiladi. O'tgan videoda ko'rsatganmiz. Bu 9 million edi. Hozir İstanbul aşağısında 8 milyon beramiz. Bir. Yemini 2 milyon so'm aytib obzor etganmiz. İstanbul aşağısında gelse 1.800'e beraman dedim. Endi bu safar undan ham qiziqlar arqasida nechasi o'tgan safar aqladilar masalan. Prosmotr berdi boshqa yerda. 1 million 600 ming so'm berib ketaversizlar karetani. 1 million 600'e yechil respublikacha. Agar 1 million 600 emas 1 million 800 dan topib olsalar, birdan narx hadiya etib beramiz. U narx yetishadi. 1.800 degan narx ham yo'q hali. 1.600'e beramiz. İstanbul aşağısı uchun.
Keyin yangilik bu modelimiz. Evvel safar gösterdik mi yok mu yadımda yok. Bu modelimiz yangilik. 2 meyve, 2 şokolad, 2 pichonitsa, 8 dana chakisi var. Bunun özünün kümüşü var, gold'u var. Şunun özünün masraf hamma narsalarimiz var. Keyin ikkinchi yangi modelimiz. Yine bu modelimiz daraxt model. Bundan şu 2 meyve, bundan 6, bundan ham 2. Bu boyu past lekin vobshe chiroyli narsa. Dum güzel. Bunun özünün 2 xil rengi var. Kumush desizlar, kumush rengi ham mana. Bunun özü ham toza geldi. Bular ham baqasan hozir hisoblab chiqamiz, bir biznesini görüp beraman. Keyin atak pichonitsalarni har xil turlariga, men chaqchuk salonlar deymi, boshqa deymi, mening non qo'yadiganlar. Size bir zo'r narx aytaymi? Nima qiladi? Shum 250-300 minggacha sotiladi. Hozir 115 ming so'mga tushirdik shuni. 115 ming so'm, 2 etaj, daraxt model desa hamma biladi. Bu daraxt 2 etaj, 115 ming so'm. Narx vobshe zo'r. Endi yana bir narsani narxini tushiramiz. Akşamki bir narsa vardı. Hali beri yaymadılar. Arayan tarafta uzunlaştı. Keyin ibularımız yine Çinli'den bu ayaklarım Çinli. Bularımız ham zor. Hazır en trendde moda butturgan modelimiz 350 ming so'm. Gelseler bundan ham gelişip bilamiz. Bu ham şu. Boyu baland, ulug' xili. Bunlar ham gelişip chiroyli narx aytib bilamiz. Keyin bir qushli variantlarimiz geldi. Qushlarimiz ham hepsi güzel. Bularni keyin üminin ruchnoy работа modellari geldi. Yine vobshe güzel. Bular hammasi en premium klassa giradi. Keyin bularning har xil turlari keldi. Kumush deymilar, gold deymilar. Kumushni chinniya bo'lgani, oqni goldda chinniya bo'lgani, keyin buni shisha daraxt bo'lgani, buni o'zini bir 8 xil turi bor bizda. Keyin non qo'yadigan desalar, non qo'yadigan o'zini ham har xili bor. Keyin bu modellar qana. Mana bir zo'r skidga qo'yib beraman. Turkiyaniki 400 ming so'mdan sotilgan, hozir 200 ming so'mdan qo'yibmiz. 2 etaj, chisti Turkiya, meni qushli. Chisti originali. Atak ish qilib vaj ko'p bu modellar qana. Bamashim go'zal. Bana evvel sapar göstermedik. Bence bularımız hali akşam yaydılar. Atak her xil turda modellerimiz ham bayna. Çünkü bir-birinden güzel pichonitsa desa, pichonitsa, bagema desa, bagemalar. Üçüden bakanlar çıkıp para verdik. 1 milyon 350 ming so'm. 1 milyon 200 ming so'm. 1 milyon 350 yazılgan. 1 milyon 200 ming so'm. 1 milyon 350 yazılgan. 1 milyon 200 ming so'm. 1 milyon 200 yazılgan. 1 milyon so'm. 1 milyon so'm berbe kitarsizlar. 2 etaj ayakı 2 meyve, 2 şokala, 8 çakı, ayak 2 etaj. Birini alıp göstereyim ya. Göster şunu. Videonu görerler. Bakın. Ayak 2 etaj, biri kaşlı, üstü demirli, 4'müş. 1 milyon so'm. Hem yerini görüp, salıştırıp, gelip ekite verirler. Onu narxni özü bilintiradi rasmi. Bunlardan 1 milyon 200 dedim. Eğer posudan almasalar, ondan da yine skit ketip berişe hozir qo'ldan kelgancha aytamiz. Mana setlarni bir ko'rsatib beraylik. Setlamang. Men 900 ming so'm. Zorunlu. İçi mekanizm amalanaz. Bir de batarak olma. Bunu işler amalanadi, bular amalanadi. Hammasi ishlab turadi. Ha, yine alan tuttuk yine. Ava. O'sha alan turadi ishlar. Buniki amalanadi. Bular razmerini qarab chiqaveradi. Keyin yangi boyama. Oyoq tina qo'yib ketdi vallahi. Bularimiz ham toza geldi. Hozir narxini hisoblab chiqamiz. Bularimiz ham hali endigan modellar. Ne? Duruş. Pasudan üzerinden bir 300 xil assortimenti var. Bakın, vobshe güzel modeller. Öylari yaldirib turadi. Hem şişesi ağırdı ama kalın, hem dınık. Vobshe zo'r. Atak keyin ibu modellerini 1 milyon 300 de bas tuttu. 1 milyon so'mga veriyorlar. Leonardo zavoddaki. İnanmam Kerem ayakı 2 etajlı, karnı karşılı. Bularni 1 milyon 350 satıladi. 1 milyon 50 ming so'm beramiz. Keyin İmran 1 milyon 350 de bas tuttu. 1 milyon 200 ming so'mga beramiz. İmran bir zo'r baho tushirib bering isteyin. Halk izlesin şu. Qarang. 1 milyon 350 yazılgan, üstü matvi, bir yo'nilgan, ayak 2 etaj, bir kubikli. Bunu 1 milyon 150 veramiz. 1 milyon 150. 1 150 ana pasudan ham bizdan alsalar 1 milyon 100 ming so'm. O'zidan alsalar 1 milyon 150 istiyor. Lekin Liboyani sochdik ko'ringlar. Ayak 2 etaj, bir kubik, bir 4 mush. Hammani ko'ringlar. 1 milyon 350, 1 milyon 550 cha sotib turganlar bor. 1 milyon 150 ming so'm dedim. Eğer pasudan ham mendan alsalar 1 milyon 100 verarsizlar. Hiç yerda yo'qlar. Liboy bilan sochtirib ko'rib ketaversizlar. Yo'du desalar, hozir yo'du internetda bu modellarimizdan ham bor. Atak ichki bagema ko'p. Ki pasudaga kelsak. Pasudan bunu görmediniz. Bunun özüne kumush modeli ham bor. Endi qiziqini aytaymi? Kumushini o'zi bir tema. Hozir eng ko'p sotilib turgan model. Shunga mos aytib, Fujilar ham keldi. Pasudan o'zi bir tema. Bunun o'zini eng zo'r tarafi bunda ham mini salatlitsa bor. Ham xolasa ya mini salatlitsa ham bor. Keyin
İbumuz ham toza kelgan. Oppoq chinniydish. 12 gramlik. Bularimiz ham full komplektatsiya. Buni o'zida 2 xil asorti, 2 xil 4 mush asorti, 3 xil salatnitsa, berk, kavun ulusi, 4 mushi har xili bor. Keyin ina bularimiz ham menajitsalar o'zini pechonitsalar ham. Bundan ham shu pechonitsalar ham bor, 2 xil quloqli asorti, 2 xil обычный asortisi bor. Salatnitsa o'zining 3 xili bor. Chuqur bludasi bor. Beruniy nuksli mijozlarimiz uchun zo'rdan bu chuqur bluda. Eng ko'p ketadigan model. Keyin bu modellarimiz eng hit prodaj model. Endi buni qiziqligini aytaymi? Ayting. Buni o'zining 2 xili bor-da. Buni ham original deb sotadilar, original bo'lmaydi. Originali shuni oltinni yaldiraydi, ko'rdingizmi? Oppoq, sal qoraroq. Zarang buniki jo'g'ding bo'ladi, yana yaldirab atadi. Demak, tuntroq bo'ladi. Chunki buni birdan ikki kelib qo'ymish, to farqini bilishlari uchun-da, adashmaslik uchun. Boshqa yerda solishtirgandan, boshqa aytgandan, xudo xolsa shu ko'ngli to'lib, klient masalan haqiqatda shu yaxshi yashag'anini bilib, hazab ishlatish uchun-da. Keyin bularni ham tushirdik. 2.495.000 so'm. Hozir 2.100.000 aytib beraman. Bularni. Imona mena 2.495 edi. 2.100.000 so'm aytib beramiz. Atak har xil gullilari bor. Shu besh ko'p, oq desalar, oq hali orayondan yana boshqacha modellarimiz bor. Son tarafimiz yana bir ko'rsatib bersin. Shu Italiyadan bir ko'rsinlar. Chisti Italiya. Buni o'zini bizda 3 xil zavodi bor. Gelib zavodini saylab, o'sha zavodini aqrab chiqaradi. Ulli mevalar bor, avish mevalar bor. Ham bu İtalyan modeli ya emas. Buni короче Xitoy chiqargan hamma-da. Chisti Italiyada tini yoziladi, Made in Italy deb. Model of ya design of deb yozmaydi. Made in Italy. Yani bular ham Made in Italy. Bundan mena Made in Italy. Darjina dasxatlar ham qo'yadi, ko'rdingizmi? Tinda qo'l-qo'lgan. Shu kelib ko'rgan yaxshidan buni hayotda ko'rsa dim xo'shanasa. Buni har xil ranglari bor. Seri deymi, oq deymi, kumush deymi, fioletoviy, yashil, oranj, shu har xil rangi bor. Bularni ham kelsa chiroyli narxlarda aytib beramiz. Keyin buni gold ham bor. Hozir sotilib ketdi bu Indiyada, hozir bir sotilmadi. Hali olib chiqmadi o'xshaydi. Keyin podarka desa, bularimiz bor yana. Bular 295 dan. Bunday yana. Shuni bir zo'r skidga qo'yib beraymi? Stabuni ochamiz. YouTube kanalini real aytib kelsa, o'zi kelsalar buni 35.000 deb aytadi. YouTube'dan aytib kelsalar 25.000 so'm pechonitsa. 4 mushni ullisi. 25.000 ga butun O'zbekistonda yo'q narsa. 100% hammani ko'rsa. Bu kattasi, bu kichkina emas. Katta razmer. O'sha 25.000 so'm. 25.000 ga hozir buni yo'q bermaydi ichida. Oddiy 4 mushlarni Ironniki emas, bu Xitoyniki. Keyin bular ham toza keldi. Xo'sh, ayt. Daraxt model. Bam daraxt modellar. Bir-biridan mosat qilsa bo'ladi-da, mana masalan, bu chaqqa uchun, bu daraxt uchun chiqib o'zini chidan non qo'yadiganlari, keyin daraxtning ushlari, buni kumushi bor, goldi bor, har xillari bor uchun. Kelib, ko'rib, o'zi saylab chiqib olaveradi. Ku вообще assortiment ko'p aytdik-ku. 300-400 xil pozdamiz bor. Pechonitsani o'zi bir 200 xil yaqini bor. Xolan terib oladi. Non qo'yadigandan tutib pechonitsa olib, har xillari bor. Harvanlarni ko'rsatdik. Endi bundan o'zgartirib berdik, siz kelincha. Gullarni yo'rtdik assortiment. Yangiliklar zo'r-ku. Вообще matda sadik. Yine gullar. Gullarni bir zo'r narxga qo'yib beraymi sizga? Obunachilarimiz hazzetsin. Baxan, voshim sindirib bo'laklab tashlaymiz hozir, qani. O'tgan safarkilar Rossiyaga ketdi o'xshading? Videoda ko'rdik-ku. 350 ming so'm. 350 ming so'm. Gulli puli shu postavkasi bilan. Bütün O'zbekistonni surishtirib ko'rasizlar. Toshkent bo'lsin, boshqa bo'lsin, любой yerda просто shu durishini screenshot etsalardan любой kanalga tashlasizlar. 450-500 sotadilar. Toshkentda beda emas. Buni biz 350 dan qo'yib berdik. Ular hammasi o'zlarimiz ikkalamiz bilan. Birinchi kod. 350 ming so'm. Buni o'zlarim yana ko'rdingizki, bir dana, ikki dana kanalni qo'yib beramiz. Yaqindan 350 turgan odamlar yo'q adida, tamom bo'ldi deb o'tirishib. Yana dutdi. Kelib aytib Ullarak bor, salgina ullarak, postavkasi ham ullarak bo'ladi. Ular 450 ming so'm. Yana ko'ringizmi, bu guli ko'p, baland, hamma narsa bo'ldi, postavkasi ham bo'ldi. Buni kameradan uncha sezilmaydi. Yaqindan kelib ko'rsa, ko'zda rasmiy farqi bilinadi. Ullisi ikkisi bor, 350. Lekin 450 lik ham mutalu bor. Ata gullar, suvenirlar, bunda haykallar bor, baliqlar, toshbaqqalar, keklar, shamko'donlar, shu suvenir ham biroz bor. Yana o'shalar uchisi 175 ming so'm. 3 tanasi. 2 vazasi bir tarakasi bor. 3 bo'lsangiz danasi 60 mingdan chiqadi. 60 ming o'n vaza yo'q. Вообще zo'rna. Keyin svetniklar, sarpachilar uchun qizlar, ko'rishmaganlar.
Kimdə Quran kitab qoyadam lava. İşte həmmə нәрsə bax, konfetnitsa, zubaçiske sizə bir taza game öz görürsünüz. Vəbşim xoşay. Özümə yaxadı. Və zubaçiske çıxar. Çözüp gitmez mi ki onda? He? Çözüp gitmez mi ki? Şətmi? Çözüp mesela yok çözmeyken. Özünə yeyinliydəm bu. Ha. İndətki vaxtızda özünə yeyinlə balar. Hər xil var. Kimində şəkər, bal, başqa nələr. Bunların hər xilləri var. Amma üçlüsü, ikilisi, dim xoşları var. Bunların tamam ki, en kreativ vəcdə köp. Bunda Quran kitab qoyadam lava. Sırası bir ki, bana inaş kızık otur, uzur gepizi böldüm. Kəbətulla mı? Aa, muzazzamızdan kızık olsa gerek. Oğlan göreyim. Oy maşallah. Bu goltu, o karası. Üstü rüştü robotda, börttürü bir şeyinge, bir məbir oylu bir şeyinge. Bunu 3,5 milyon sam, gəsələ onu arzan etib gəlişib pərəmiz. Lakin həm yeri bir məbir kol minəti görürsünüz mü? Onları, minaralarından da ben de çıxıb tutdan. İkisəm özünə yarışan, yer kirakoya köpinçə bu düşədi. Tüm mirakayı bu düşədi. 3 bölek gene. Hava 3'e bölüngen, halasa bir yerde koysa var, halasa az gına rastlayana sen yayıp rakam koysa var. İndi bir de az divalı bir limonamın yarak tuttu. Dik koysa duman börtedi, tamam mı? Az bize sel yatık kırak kopmuz, tamam mı? Lakin vapşi hoş neyse. Zor. Çırağlı gün. Muhasa onda sürelerim barkanızda. Muham her xilları var. Yeşili, akı, karası, maloşi, ulusu, kiçisi. Her xil razmirləri var. Ki vəz köy, bay tamam köy. Bir gelip görgenler yaxşı. Sonlikdən borlar yanımız. Gibi de heykellerine başka şeyler var. Atlar, şehirler. Bunda devletim atam, cennetim anam, indi cəy namazdan borlar. Bunun içinde 2'den modellenmesi. Gibi de sonliklər. Ki Fuji'yle geldi taze, zorlardı. Abşim güzel. Etken sefer yok adı bu. Yok, bunlar en taze geldi. Ne? Bunun üzerine 4 kıl renk geldi. Kara, dur yine Martinis'ini de göstereyim. Bunda seri. Şunun üzerine Fuji'len bak. Maloşnevi. Bunun üzerine Fuji'li bak. Türeski bulan bəs. Bunda karası. Bunun üzerine Fuji'li bak. Bunu güllüsən bakın, güllüsəkən bak. Ki bunda akı. Bunun üzerine Fuji'li bak. Instagram'dan parniyəsi, başı xoşlayır. Ki bularım yine. Bana taza. Bunu üstü matvi, ayakı matvi. Bunda pisok oynatam. Vəş köpü, bu Türeskilərdən uzunu var, kəltəsi var. Bunun üzerine ki konfet lisalarının adını bak. Hər xil rəngi var. Şokolad saladanları var, ən tərəfdə gül vazaları var. Bu vəş köp. Yine beyanımız pasuda. Beyanımızdan pasuda koydan, beyanımızdan pasuda yine. Ki bulanı görün yine. 1 milyon 100 min som. Ne burada 4 çaynik. 4 çaynik yapıq şimdi. 4 çaynik 4 burada, 2 çaynik 6 burada. Görüp beyanımı. Asartisi 4 muş, salatlisi 6. Bulanımızdan zor. 1 milyon 100 min som. Asarti 4 muşa. Kümmüş gördünüz mü? Adına ton değil. Skrom değil. Az bulanam 1 milyon 800, 1 milyon 600 için satarlar. Avanli variantını hali. 4 muş asartilinin 1.800'den gem satmayırlar. Ki bularımız aynı 4 muş asartili. Bağım şu 1 milyon 100 min som. Ne? Bu kümmüş modelimiz. Bularımızdan ta koy. Moşi. En az trend temadır. Bunu asartisem yine 4 muş kilo vardı. Savremenli de. Ki bunu tepede emin 2 muş amba. Bularım 1 milyon 480 dakika koydu. 1 milyon 350'ye bellədi. Gəlsə qaytılıb üstüne gəlişlər. Ne? 1 milyon 550 koydu. 1 milyon 350 etdi bərəmə. Gələdik üstündə yapılı gəlişlər. Xula hasalli boymadı eləsə koldan gələcək arzan etib onu etib bərəmiz. Özüm şuradan al ki gəlsə üstündə yine 869 da biraz koydu. Türkiye'nin keçi istibagema. Ulan 700 min somdan koy verdik. 700 min som. Mesela yine bağım 700 min som. Türkiye'nin ki bağım. Üstü kalın oladı da mı? İyi ağır. Tamam. Ki taze model deseler. O yamanını göstereyim mi? Bunam göreyim. Boyu uzun model. Kümeş. Bunu üzerine sarırsan bak kümeş amba. Üstleri birleri yonulğan amba. Ki bunun üstünde yam. Bunam boyu uzun model. Bunam gelseler çırayından xalat etib bərəmiz. Bunam görüp bərəmən geyin baxasına aslan skit getib bərəmiz koldan yenəcək. Ki şıkı vəş köp. Aklın üzerine her xılı var. Börtkələr her xılı var. Klasik model deseler bunun ilə var. Bunun ilə var. Karan ötken sefer oynasını görstik mi? Yok bunu göstermem. Bunu göstermedik. Çırağlı gün. Dubai'ski bu büyük. Dubai Siremle Dubai zavodda çıkan Dubai'nin özünden gelmez. Dubai'nin özünden gelen 2 milyon son bombaydı. Dubai'nin özünden gelen 7-8 milyondan 12 milyon açı var. 2 milyon sonra Dubai'den vəz gelmiyor. Doğrusu ertek. Yağandan beraber Dubai'niki Dubai'ski de sat duramasa o ertek. Doğrusu doğru açı satamız doğrusu. Şöyle Ben etibarat amatamız arası. başka samatamız ama. Şöyle etibarat arası. Aşırılarına doğrusunu doğru açı satamız. İmram koy verdik. Bana marzan koy verdik. 600 milyon son koy verdi bağlı. Kamu tepedeylerimiz var. İmonu bakayım 900 milyon. Gelseler görüp bərəməm anam 800 ama şimdi yetib bərəməm yine yod oyunu. Geldi adam kimin tolda sen yine niye biştin çet? Onu illərim bax. Bunu kimdə serisi amma ilə. Uzaq xoşa ver. Vəş köp. Güldən asortiment VIP gəlsələr şeylər. Kim bəndə zaftık naborlarımız bax.
Eminim bayılmalarım her xillara bayılır. Liboy yakkan modelini tələsə bulanım çıraylı narx etib verərəmiz Liboy'unu. 1 milyon 200'den başlana da getə verər. Gülünə şəklində. Hey, sizə bir yaman ağac göstəreyim mi? Yine, hələ taza gəl. Bunu hələ hazır abzor etdirədik valla. Video açırtdırədik hazır Instagram'a koyamızda. Yine başta stikler olsun dedik. Kimmiş? В общем, çıraylı. Bunda gol tam bak. Bu çinlemez, demir o. Küçük geçsem işte zaman yok ama. В общем zor. Brand tam zor onun ya. Tufta bacamaz. Rengi özgəri başqa da olmaz. Neçə yıl oldu satamız. Prosta Instagram'a gösterməyəmiz də. İşimi göstermeyi satkamız. Hazır doğru Instagram'a koyacağız. Dünyada reklama çıkış yere geldi. Şimdi bir tasadüf. Nəsibə stikler birinci gelir. Bizəklər birinci görə. Ha, nəsibə deyim. Lekin vəbşi xoş aynəsi. Üstlərdən adamımızı açadı. Yanına emni güllə falan koysa çisti bayıma onları acısacağım. Hem toz mıydı? İyi. Onu modadan öttü, podadan öttü deyin gep yok. Vurup söküp işlete vererler. Neçəsə bizə bunu 2012 mi 2014'ten beri satamız da mı bize? Ucu 14 yıl oldu satamız. Hələ büyün adın hələ bula arzalak ki moda deyənem eminim də büyün düşəcək 2 milyon olmasa 1 milyon sonra düşüş qalış ehtimalı var modası ötkəndəki. Bunda onun gəpi yok. Şu 2012'den beri satdığımız hələ büyün adın narxını arzalak getib yarın baxa bakkanı yok da. Şu üçün dəvr həm muaq dəvr də. Zahasın bundan keyin modadan kalmadı bunlar. Hava. Yaman desəyiz. İgon bakayım. Bu özü arqa dildə duradı. Prosta abzor etib birək gələ. Bunlarımız ama şimdi zor var. Bunun üzerine çok bayamalarımız var. Ey zavtırktan buradan biz gidecek yok belki. 900 milyon ayda. 34 acaba. 1, 2, nabı gülen bu. Bunun nabı bazı yayadla. 3, 4, 5, 6, 7, 8 kıl model. Yani 100 bakasın üstüne görtüz ki. 865, 825, 900. Həmməsini bir xilini arxa təmiz. 650 milyon. Gələrdə 650 milyon ver beklərdə. 650 milyon mu? Zavtırktan bu. Bunlar şuna girəm? Yok, bu gelmeyin. 2, 4, 6, 8. İmam ba. Bana yok da bulamazsın. Az yayarlar bana. Bir yere, bir de bir satılan bir şey. Ondan ona çık koyarlar. Azarlık sıfattan kime yetken bir şey. Bamba. Bağım şu. 650 milyon, 650 milyon. Bağım 650, bağım 650. Daha gilasam 650. İyi bu ak adına tonni. Bağım 650 dar. Onun günün yok. Gelerler doğru YouTube'da gördüm 650 milyon eski gideceğinize berberlerde valla. Ben o zaman bulamam 650 milyon. Onu ya klient gelene gapten kaçış yok. Bede. Klient çakırış düşünemez. Yani prosta bir genel iltimas. Şimdi koldan gelince narxını düşürtürtmə istərəm. Bir əziyyətinlər, gəlinlər, faydalanlar. Bir like-dan hem istə yakılara yok olsa. Bir genel şişər. Подпискам yaddan çıxmır. Ha, подпискam asqınlar. Keyin Surazbekə mən işlər Troyla göndərdim. Bitti. Şularını bir görsə bərsək. Qaysı var? Bu mu? O. Turetski. Zor. Hələ Xarazm obusda yok. Mal zor. Çisti Türkiye'ninki. Lakin bunu ne yeri? Qarang. Təlövkə orta çaba. Blöda bundan altı. Çaşki altı. Bunun yercindən 2 dana. Ki asartisindən Kişkinədən 2 uludan bir maşın yedi. Sonlik Peres ki böylece çaşkəsə ki bardakan başı yapma. Ki bunun özünün 2 xılı var. O 2 Türkiye'ninki. Bunu görüp verəm. Bunu toşu baxasa mən bilmirəm. Bu taza gəldi da bunu indiyə gəldi da. Sonra üstüne sinik okuyacağım. Onu saç çekelim az. Koldan genç arzına ettirəm anam görüp. Kuda kalsa. Çünkü ünlü yakkan mecbursa telləsələr. Sonra atak zaftıktan vur köp. İbularımızdan yine hoş ayma değil. Ne bir şey. Oğullarımızdan hoş ayma değil. İbular hoş ayma değil. Hoş ayma değiller köp. Premium class. En arzandan tutup en premium class adın bak. Horizontal'da en zor manlayan zaftıktan vuruna etkili prost düşen gösterinle. Şundan zorunu tap versin mümkün. Ondan persemez iş. Bu da fazla. Zastıkta bunun üzerine böyle 100 xılı var. 150 olmasam 100 xılı var. Gelip söyleyip çıtaması. Pasudan üzerine 300 xılı var. Gelip söyleyip çıtavalar arasında. Selamünaleyküm. Sağ ol. Hafta sezi kimi milli rakı yaksa bular ama. Ki yine bu yana kümüşün sarısı var. Bunlar zor çıkan narxları. Ki bu yıllarınız var. Bularımızı skikkiyə köbərgəmiz 50 milyon sonra. Gel bekle öyle 50 milyon. İşte setine bir görsə Ey bir yaman acı göstereyim mi size? Komentariyada sorarım. Bu qalı bu. Ne bu şey görün çisti qalı. İbirlər taxta mı? Plasmas emas. Bunlar taxta çisti. Bunun arkasından bir siz var. İbir qalı yine. Aynen. Bunu kimin bu kişkinəsi var? Bunu ulusam var ben tərəfdə o. Bunu görün. Buna hər xil gülləsə hər xil nəsə vardı. Azı bir kanalımızda 4'si 6'sı qaldı oxşuydu görüb verərlər. Lakin gülü hər xılı bu gələrdi xuda xalasa. Bir də azı bir 4 xılı qaldı oxşuydu köp kanalımızda. Bana bu qalı çisti. Baş işin bir uyda bir atmosfera verədi amacına. Hem benimçe gilen boğan, gol boğan hesabına
Köprü dursa gerek. Hava hem yup buladı şöyle zor. Ha, o. Mesela çağına bulan yup bula, çisti kalına şebi sola şuna görürler. Ne gül vazalarımız var ne biçti. Güllerimiz derimiz tep perplerimiz liboy şuna mas etip. Qaytib uslubida. Hava kiminlarimiz var konfet. Larımızdan zor Türkiye'nin ekibi çisti originallarsa tiyini oy bazlarımı. Keyin ibularımız var kareta 7 danalı 7 etajda batlar. Üstüne gül kokotlar, kichkina napitkalarni, nelarni, ya banishlarni ko'p ko'radi. Bularımızdan zor. Keyin bombayna. Ullu başya. Man zor. Bu adam böyle boyam ullu mu lazım videoda sezilmiyor. Bunun özünün 2 xili var. Kichkinasi var, ullusi var. 3,5 milyondan 5,5 milyon açıp. Ullusi kichkisine kadar. Kichkinasi 3,5 milyon, ullusi 5,5 milyon. Klassifikalar ham har xil turlari bor. Keyin nima ishlasangiz? Jirafa. Bu nimajlarimiz ham bor. Opşim güzel. Keyin bu Akmadon'dan bayna. Hamma so'raydigan ko'plab mijozlarimiz. Nukusdan ham, Beruniydan ham, Urganchning o'zidan butun ko'p mijozimiz so'ran. Ular ham 6,5 million edi, 6 million 200 ko'pmiz. Galbay ketaversizlar. Narsani bilmaganligini tushuntirib beradi. Yildan-yilga bahosi o'sishini. Yildan-yilga narxi o'sishini sababi birinchidan bunga oltin suv beriladi. 24 karat oltin suv beriladi. Yetina Chexiyalik uchun yana yoziladi. Made in Chexia Respublikada. Buni podzekasini yozilmaydi. Podzekasi ham o'sha yerda birsi yuradi, hozir ko'rsataman. Buni biladi o'zi, shakillar ham 2000-yildan bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Madonna Pasuda deb aytadilar-ku, hamma narsani Madonna deydilar-ku. O'zi Madonna degan tushuncha o'sha 3 ta qizni rasmi tushgani uchun Madonna deb aytiladi. O'zi Madonna rasmi tushgani uchun Madonna degan so'z shundan qaytib ketgan. Asli Madonna Pasuda o'sha yerning o'zi. Qani hammasi prosta buni adi bilan aytiladi-da. Ashining gap. Keyin buni naborna nima giradi deb butun ko'p odam so'raydi. Telegramdan ham aytsak ham ko'p odam tushunmaydi. Shu an o'sha videoda bir to'liq aytib ketaman. 2 chaynak kiradi. 12 çay kasa, 12 lop kasa, 12 ortaça tarelke, 12 ulu tarelke, 6 bluda giradi. Asorti inkichidan 2 uludan 2 giradi. Salatdan 16 giradi, solnik peres giradi. Option nabori 70 vaji, 6200 ming so'm, 12 kishilik Chexiya nabor. Buni O'zbekistonning Liboy nuqtasi bilan solishtirsalar narxini. Quri Xorazm bo'lmasa emas. Liboyga borsalar, Chexiyani Akmadonnasi bormi deb so'rasalar, bahasini bir qiziq ko'rsalar, $700, $800 sotadilar hammada. Biz 6200 ko'pmi, sarkam $500 bo'ladi. 6200. Lekin buni butun O'zbekiston bo'yicha hammani topshiramiz biz. Chisi Chexiya, ya'ni fillarni yoziladi o'zini. Uning nima emas? Made in Chexiya. Design of ya model of Chexiya emas. Ki bu modelimiz ham zo'r. Buni qarang, chayniki, kasasi, lopkasi zang, hamma yeri zal, kumush, вообще premium class zo'r. Kasasi ham shu. Premium class. Qarang, talika qarang. Kichkina, o'rtacha, холодный, bluda 4 xil talika bor burada. Xolanizni terib olasiz. Chonqur bluda bor. Salatitsan o'zining 2 xili bor. Asortining o'zining 2 xili bor. O'zina kerakini xohlaganning kombinatsiyada olib biladi. Shu zo'r. Mashina. Ko'p bir kelib ko'rishlarini tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Yana keyin plan ustida xudo xolasa Liboyajni kelishamiz. Masalan, bir narsa yoqdimi, tanlanglar, qo'ldan kelgancha planni keyin ustida kelishadilar. Onda siz bunda bir dumyo bir ish ko'rsataymi? Ko'rsing shuni. Keyin shu bilan xudo xolasa taomli beramiz. Endiki videolarda xudo xolasa yana odam bo'li vazani ko'rmadingiz. Ha. Bu svetlik nima? Bu svetlik mi böyle? Hem dekoratsiya ham svetlik. Bu surishton robota. Ne? Hem yeri chinni mi? Shisha ya boshqa plastmassa emas. Chinnidan bor. Umrlik bu. Hem dekoratsiya bo'lib, uyda hashamat berib turadi, shuni mushta qo'yasiz. Shuni qo'shib olib, hashamat bo'lib turadi. Bir bosasiz, yanada bir bosasiz o'chadi. Ham svetlik bo'lib turadi. Ham dekoratsiya bo'lib turadi. Uyning mushunda taqoy qo'shib olib turadi. Keyin ina bo'jim qo'shib. Mo'sh. Buni qadimdan men o'yinda bo'lgan bu. Ne, yana ben yugurib ketsam bo'ladi. Ha. Yani qadimdan yana dish og'risa dishini tutib o'tirganlar-ku. Shuning uchun bir yugurib ketiladi. Aybelarni boltini qissa shuni qatib ham turadi. Keyin buni yugurib ketib qoladi. Liboy vaqti masalan, Liboy tarafga qaratsa bo'ladi, shu yaxshi. Shuni yo'z. Buni o'zini har xil bor bizda. 2li, 3li, 1li, hozir bu yerda bir 2 xili qoldi o'xshaydi. Ataklekin yana keladi. Buni уже ko'psini sotib tugatdik buni. O'tgan safargi videoda tushirishdan chiqib ketdi-da buni. Podarka desalar, podarkalik naborlar ham bor meni. Bir chanak olti kelsa. 110 ming so'm masalan. To'ya, sarpaga, yana brendni ko'rmakka, boshqaga, sovg'a bopazda ko'p. Hamma narsa bor. Arzondan tutib maksimal ketaveradi.
Chegarasi yo'q. Chashkan naboriy minila bor. Печенье salabayna. Ko'p ko'p. Birgalik ko'rish kerak. Sepa taqrimondachilar ham xudo xohlasa zo'r nabor. Ay mening chiroyli pozlarim har xillari, bo'rtganlar o'zini har xili bor. Bu modellar, bunday modellar. Oqni o'zini ham har xili bor. Bir yeri bor. Qaranglar, oqni masalan ko'rib bir sini ko'rsatsa, masalan bunda ikkinchi variant, qarang. Ishi bilan shuni o'xshatadilar. Shu ikkisi bir xil, to'g'rimi? Ko'rinish. Atak, bop, bu qaroq, ko'rdingizmi? Kamerada bilinmadan bu qaroq, bop. Bu tillazar, bu sar o'chikroq rangi, ko'rdingizmi? O'sha original, bu kopiyasi. Oshundan gap. Chista original bilinadi. Obunachilar ham sizlar ham bilinib turibmi, turamiz. Kommentariyada yozib bersangiz, xudo xohlasa biz ham xursand bo'lamiz. Yetib berib turamizdan. Har bir mahsulotimizning sirini aytib beramiz. Shu yaxshi sinovi, yomon. Masalan, любой do'konga borsangiz, tutgan vajdan original olib so'raydi-ku. Xatoda o narsa. Prosta klientlar biza original degandan keyin u nechun originalligini ko'rsatib berish kerak, tamam? Shunda klient aldanmaydi. Ertaga masalan o'sha yerda ko'rib ketdimi, boshqa yer bilan solishtirgan vaqtda o'zi prosta ozgina bir понятиеga ega bo'lsa, masalan o'sha yerda tushunchaga ega bo'lsa, keyin shu bo'yicha alohida masalan solishtirgan vaqtda o'zi aldanib qolmaydi. Hoppa, bu qara. Shuning uchun kelgan vaqtda ko'rib maqsad masalan aldash emas, prosta postda ko'rjakman, keyin kelib aytadi. Har kimning fikri xil, bugun ko'rib ketadi, ertaga kelib ketadi, to'g'rimi? Vaziyat haqida bir byudjetdan haqida o'ylaylar bilan o'tirib maslahat tashadilar. Qiz olacak bo'lsa masalan qiz bilan maslahat tashadi. Uchun keldimi bir narsa tanlasin. Keyin shuni firmasi, soni, sifati hammajini ko'rsin. Yana boshqa yerlar bilan solishtirib ko'rsa, keyin xudo xohlasa ko'ngildagi narx aytganingizda qaytib kelib ketadi. Prosta yana aytdim-ku, internetdan ko'p odam aytadi, baho yozmaysiz, boshqa aytmaysiz. Bir yeri bor, baho yozmasligimizning sababini ham aytaman. Qarang, shu yerda original, to'g'rimi? Keyin men shuni bahosini aytdim deylik. Uni screenshot etdi deylik. Keyin boshqa birov tashiydi masalan, endi solishtirishi kerak-ku. Endi uni haqqi bor, klient u. Solishtiradi. По-любому любой odam bajargandan keyin solishtirib ko'rib oladi. Masalan, bozor borib xarajat etsangiz ham boshqa yerdan ko'rib keyin olasiz. Prosta yana churiki va muriki bor dedik, oshining gapda. Prosta buni screenshot etadidan masalan 3 million deb aytadi originalni, to'g'rimi? Oladidan screenshot etadidan alg'a sotuvchilar tashiydi. Keyin ulardan uncha so'm deydi, 2,5 deydi. Bu deydi arzonroq sotib turdi. Lekin u bir yeri bor. Bu originalmi, original emasmi degan savol bor-da bu yerda. Videoda bilib bo'lmaydi buni. Keyin ulardan originalmi deb so'raydi egasidan. Egasi endi vijdon insof o'zina. Любой yerdan original deb sotadigan odam bor, to'g'rimi? Turib original desa, yana yaxshi originalni 2,5 oldim o'xshaydi bo'ladi. Lekin u do'kon egasi tushuntirib beramiz, to'g'rimi? Originali 3,5 million, 3 million so'm, kopiyasi 2 million so'm. Siz 2,5 ga ko'rganingiz bizda 2 bo'lishi mumkin. O'sha aytaman, любой klient keladi-ku. Siz deyman boshdan narxini ko'ring deyman. Keyin deyman o'zingizning byudjetingizni ayting deyman. Keyin firmani ko'ring deyman. Keyin sonini ko'ring deyman. Masalan 60 dan olingan nabor bor, 62 dan olingan nabor bor, 66 dan olingan nabor bor, 2 chanikli nabor bor, 4 chanikli nabor bor. Oshini bir narsa o'zi tanlab, shunga 100% o'sha shu firmasini ko'rdi, sonini ko'rdi, narsani ko'rdi, aldanmaydi-da shu. Boshqa yerga borib turib, bir любой eldan chiqarib, "Men original bu" desa, o'sha tushungandan keyin "Turay" deydi, bu original emas deydi. Aslida o'zing qo'yib kallar qilma deydi. Menda yosh bolaman deydi. Men o'zim ko'rib ko'paman originalni deydi. Oshining tushunchaga ega odam ba'zi bir aldanib qolmaydi-da, aldanadi. Bu bizdan olish emas, prosta kelib turib shu yerga yaptimi, shuni tushuntirib bering desa, o'zimiz individual rasmiy rekomendatsiya beramiz. Bu bizdan oson-osonsiz xafagarchilik yo'q. Любой, masalan, bagimami, boshqami, любой tutami, shuni originalini chiqib oladi, podikasini chiqib oladi, shuni farqini, necha xil sorti bor. Masalan, bir narsa bor-da bizda. Любойdan original deyiladi-ku. O'zi original degan so'z nusxalanmagan degan so'z belgilasi, to'g'rimi? Masalan, kopiya bor, 3 xil ne bor-da, o'zi 3 xil bo'lmasa 5-6 xil bor. Original bor, lyuks kopiya bor, keyin kopiya bor yo podika bor, to'g'rimi? Podika so'zi bilan kopiya so'zini yo lyuks kopiya so'zini adashtirishlar mumkin-da. Oshini masalan, osh Italiyaga men aytdim-ku, 3 xil 4 xil bor bizda. Uni o'zining Italiyani originali bor. Original degan Murano degan birinchi chiqargandan o narsa. O'zi yaratgan, dizayner o'zi yasaganni o'zi yaratgan. Keyin undan kopiyalagandan boshqa Italiyada boshqa kichkinaroq zavod shuni kopiyalab chiqargan. U lyuks kopiya hisoblanadi. Keyin uni Xitoy chiqargani bor. Uje ranglar ham o'chik, oyoqlar ham uje rangi o'zgaradi. U g'irtpat degan narsa. Oshining gapda u. Endi u gap bilan Xitoyni vaji yomon dejagim, Xitoyning ham premium klass vajlari bor. Lekin yomon vajam bor. Har bir narsani o'zining ikki xili bor. Yaxshisi bor, yomoni. Prosta original so'zini bizda neto tushunchada ishlatadilar. Originalda любой tutib qo'yadilar, u xatodan fikr. Original degan nusxalanmagan, birinchi chiqargan odam. Masalan, o'sha shapkani birov yaratdim, o'sha birinchi chiqargan odam original, to'g'rimi? Keyin shu dizaynni birov o'g'irlab turib, yana birov chiqarsa, o'sha nusxa hisoblanadi. To'g'ri, uni sifati yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ba'zi bir nusxa u. Lyuks kopiya u. Sifati boshqa ideal, rangi o'chgan bo'lishi mumkin, lekin u lyuks kopiya u. Oshining gapda. Har narsa oshining kasalar o'sha midalab tushuntirib beramiz. Originalni chek, lyuks kopiyani chek, podikani chek, brendni chek, o'chadan vaj, loyiha qaroj, loyiha oqvaj, zari,
tilla zarnechik, titan zarnechik, kraska zarnechik, oshit. Tilla zar bilan titan zarning farqini bormanda. Keladi. Ey deydi, "Palampiston" deydi, "Men tilla zar ko'rdim" deydi. "Aha, akajon, to'g'ri tushuning, men tilla zar deyman. 1 million so'm siz tilla zar degan vaqtda hech kim sotmaydi" deyman. "Yo'q, tilla zar" deydi. "Keyin rasmi bormi" deyman. Ko'rsatadi. "Aha, aka, bu tilla emas bu" deyman. "Shu zavod bilan ko'ring" deyman. Men ko'rsatmoqchi bo'yish desam, "Ha" desam, "Ma tilla deb aytdi." Esa u sotuvchining o'zi tushunchaga ega emas. Ashundada, ya tajribada olib turib shu klient o'zini shunday tushuntirib beraman, ana liboy bilan solishtiradi. Ona ham ko'ngli to'q, men ham to'q. Men ham halol, men ham halol, to'g'rimi? Har kimning ba'zi bir o'zini uyina borgan vaqtda men ham vijdon azob qiynalmaydi. Klient gumonda o'tirib qimmat oldim debdi. Klient ham gumonda qolmaydi. Desa, men qimmat olib qo'ymadimmi, yoshi bolamni aldab sotmadimmi degan gumonda qolmaydi. Think one tinch, men ham tinch. Nonni halollab yeymiz. Shu gapda. Xudo xolasa do'kon egasingizda qo'ldan kelgancha shu'damiz qilib. Hurmatli obunachilarimiz, esa manzilni tushuntirdik, ma'lumotlarni berdik. Xudo xolasa bundan ham ko'proq ma'lumotlar kerak bo'lsa, kelib xudo xolasa magazindan ko'rib, yaqqanlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Shu aytganlarni skidkada qilib beradilar, xudo xolasa. Xudo xolasa. O'zim sho'daman. Ha, aytib ketaman bo'ldi. YouTube'dan keldingiz, bo'ldi, o'zimiz tushiramiz. Xudo xolasa yana bir narsani aytib o'tdik. Kommentariy yozib ketinglar. Masalan, sizlarga nima qiziq, bayama qiziqmi, pozda qiziqmi? Bizda bitta o'ylab bor. Itimat, mikrovonovka, boshqa. Sizlarga nom qiziq kommentariyada yozib ketinglar. Masalan, qozonda borlar, boshqa mumkin pozda. Bizlarga 3 vash qiziq. Shuni ko'rsatinglar. Indiki videoda xudo xolasa shuni tayyorlashga harakat qilamiz, to'g'rimi? Mana bir-birimiz bilan kelishib ishimiz. Sizlarni biza ichingizdagi narsani bilmaymiz-ku. Kommentariyada masalan yozsangizlar, odamlar biza o'qiymiz u kommentariyni, o'qimaymiz. Hammasi o'qib chiqib, shuni ichidan xulosa olib, o'zlarimizga shu klientga nima deydi, foydaliroq video bo'ladi degan o'shani aytib harakat etamiz-da. Shunga o'zlaringizdan kommentariy yozinglar, like bosinglar, podpiska qilinglar, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha skidkani ham aytamiz, qo'ldan kelgancha narx ham tushirib beramiz, ko'nglingizdagi vaqt topib beramiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, boy bo'linglar. Bizdan kuzatib borishda davom qildiring.